Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, hozir dunyoda 500 milliondan ziyod kishi qandli diabet kasalligidan aziyat chekmoqda. Xavotirli jihati 2050-yilga borib, bu ko'rsatkich 1,5 milliard nafarga yetishi mumkin. Shuning uchun ham shifokorlarning malakalarini oshirish, kasalliklarning oldini olish va erta aniqlash hamda davolashning yangi standartlari bo'yicha xabardorliklarni oshirish maqsadida mahorat darslari muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida bo'lib o'tgan navbatdagi o'quv treningida ham zamonaviy dori vositalari, ularni bemorlarga qo'llashda nimalarga e'tibor qaratish va kasalliklarning oldini olishda bu preparatlarning ahamiyati xususida so'z bordi. Qandli diabet o'zi xavfli emas. Uni asorati juda xavfli. Bugungi anjumanimizda biz yangi usul, yangi standart bo'yicha bu asoratlarni to'xtatish usullarini ko'rsatib bera oldik. Bu degani qandli diabetda bir nechta vazifa qo'yilgan. Bu degani glikirlangan gemoglobinni pasaytiradigan, vaznni pasaytiradigan, antigipolipidemik dorilari, antiagregant dorilari, antigipertenziv dorilari pasayib boradigan usullarni hozir biz namoyish etdik bugungi anjumanimizda. Bu yangi usulimiz bilan biz bu asoratlarni kamaytirib, qandli diabet bor insonlarni umri davomiyligini uzaytirishini ko'rsatib bera oldik. Zamonaviy kasalliklardan hisoblangan qandli diabet xastaligi ko'payish bilan birga yosharib ham bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, buning asosiy sababi asab zo'riqishi hisoblanar ekan. Shuningdek, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik kasallik rivojlanishining asosiy omillaridan sanaladi. Tana vaznining ortishi ham nafaqat qandli diabet, balki boshqa xavfli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Mutaxassislar bemorlarning tana vazniga alohida e'tibor qaratish kerakligini aytib o'tdilar. Viloyatimizning kardiologlar, endokrinologlar hamda terapevtlari ishtirokida qandli diabet 2-turi va semizlikni davolash bo'yicha o'quv seminarlarini o'tkazyapmiz. Ushbu o'quv seminar o'tkazishdan maqsad viloyatdagi qandli diabet 2-tip semizligi bor bemorlarimizda yangi davolash usullari va yangi diagnostika usullarini viloyatda tatbiq etishga mo'ljallangan. Shu kuni mutaxassislar tibbiy ko'riklar ham o'tkazdilar. Bemorlarning shikoyatlarini tinglab, ularga tavsiyalar berildi.